Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi aka? Tinchmisiz? Rahmat aka, rahmat. Allohga shukr. Hech sizga tushib bo'lmaydi. Siz telefon qilgan vaqti biz uxlab yotgan bo'lamiz, biz telefon qilgan vaqti siz uxlab yotgan bo'lasiz. Siz aka bitta o'zingiz haqingizda bitta ma'lumot berib yuboring. Men siz bilan gaplashayotganimni men zapis qilib olyapman. Sizni ham Telegram Max kanallarimizda ham YouTube kanalimizga chiqaraman aka. Sal ovozingiz past kelyapti, balandroq gapirib, o'zingiz haqingizda bitta ma'lumot berib yuboring aka. Qashqadaryo viloyati To'rt tumani Oqim Boboyev Ravot qishlog'idanman aka. Aha. Hozir qayerdasiz? Hozir Irkutska oblati Badayboga degan joyga. Badaybo'gasiz. Sal pastroq kelyapti ovozingiz. Xo'sh, aziz obunachilar, bizni kuzatayotganlar, akamiz ovozlari past kelayotgan bo'lsa, men iloji boricha yana tushuntirishga harakat qilaman. Bitta $10,000, uchta $5,000 o'yinidan nechta bilet olgan edingiz aka? Ikkita bilet olgan edim, 2 dona. 2 dona bilet. Bitta oldim, keyin boyagiroqdan bo'lib ikkinchisi qo'shildi-da. Ha, bitta olgan edingiz 1000 rubllik vaqtda bir dona olgan edingiz, 500 rublga o'zgartirgandan keyin yana bitta bilet yozib berildi sizga. Shundaymi? Shunday. Nech pul yutdingiz aka? $5,000 yutdim. Pulni oldik. Nasib bo'lsa Xudo xolasa endi ishlarni qilamiz, nima qilamiz? Gap yo'q aka. $5,000 ni to'liq oldingizmi aka? Sanab oldingizmi? Qanaqadir kamchilik bo'lmadimi? Bizning yigitlarimiz tomonidan pul qandaydir olib qolish, xizmat haqqi, sevinch puli deb, pochta puli debmi, nimadirlarga kamchilik bo'lmadimi aka? Yo'q aka, hammasi zo'r bo'ldi. Rahmat, ishlaringizga omad. Yana shunday katta o'yinlar qilingda, yutaylik, musofirlashib, yutib o'ynaversin. Ilohim shunday. Hamma narsa. Pulni to'liq sanab oldingizmi? Kam bo'lmadimi puldan? Yo'q aka, to'liq sanab oldim pulni. Gap yo'q aka, rozi bo'lsangiz, olgan bo'lsangiz bo'ldi, muhimi pulni. Qachondan beri o'ynab kelasiz aka bizning o'yinimizda? Aka, 2024-yil o'ynaganimga Cobalt yutdim sizlardan, yangi pachka Cobalt. Pachka Cobalt yutgansiz. Shundan keyin anaqa o'ynamay ketdim. Keyin Sibir keldim Rossiyaga, sizlar o'yin qilmayotgan ekansizlar. Mana shu yaqinga o'yin qildingizlar. Tug'ilgan kunim munosabati bilan Slovakiyadan bitta bilet olay deb oldim. Mana Xudoga shukr, $5,000 chiqdi. Pulni oldik. Sizlarga omad. Gap yo'q. Tug'ilgan kuningiz munosabati bilan oluvdingizmi? Shunday. Tug'ilgan kuningizga sovg'a bo'pti-da bo'lmasa, musofirlarimizning nomidan. Gap yo'q aka. Xudo xolasa mana shu sizni Cobalt yutishingizga ham 2 yil oldin Cobalt yutishingizga ham, mana bu $5,000 yutishingizga ham musofir aka ukalarimiz, opa singillarimiz sababchi. Akajon, har doim mana shu musofirlarni duo qiling. Xudo xolasa ana shu musofirlar ham sizga o'xshab qo'shchalab yutuqlar yutish nasib qilsin shularga ham. Nasib aka, nasib hammaga. Hamma musofirlarni Xudoning o'zi asrasin, sog', salomat, eson-omon oilasini bag'riga yaxshi niyat bilan uy qilay, to'y qilay, boshqa olay deb kelganlar eson-omon niyatlariga qaytishini Xudodan so'rab qolamiz. Ilohim shunday bo'lsin. Akajon, sizga ham kattakon rahmat. Pullarni yaxshi kunlaringizga ishlating. Xayrli bo'lsin shu pullar doim. Tanijoni sog' bo'lsin. Xudo xolasa shunday omadli inson bo'lib katta yutuqlarni yutib yuraverish nasib qilsin har doim sizga. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Jigarlar, bizani YouTube kanalidan kuzatayotganlar, shu videoni kommentariyasiga kirsalaringiz, biz original Telegram va Max kanallarimiz silkasini zakripet qilib qoldiramiz. Silka ustiga bosib Telegram va Max kanallarimizga kirsalaringiz, barcha chiqargan ma'lumotlarimizga ega bo'lib borasiz. Soxta kanallarga aldanib qolmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, sog' bo'ling siz ham. Mayli, sog' bo'lsin.